Assalomu alaykum aziz kitobsevar kitobxonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi sizlarga sara kitoblarni tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi tavsiya etadigan kitobimiz jadid adabiyoti durdonalaridan Is'hoqxon To'ra Ibrat kitobidir. Bundan 40-50 yil muqaddam jadidlar nomi ko'pchilik uchun notanish bo'lgan bo'lsa, hozirda har bir yurtdoshimiz jadidlar va ular vujudga keltirgan ma'rifiy harakatlar haqida tobora ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishmoqda. Ushbu to'plamga Is'hoqxon To'ra Ibratning sara ijodiy va ilmiy ishlari kiritilgan bo'lib, ularni mutolaa etish jarayonida siz ham jadidlarning o'sha vaqtlardagi maqsadlari, orzu-umidlari, dard-iztiroblarini yaqindan his etasiz degan umiddamiz. Aziz kitobxonlar, sizlarga ushbu kitobni o'qish uchun tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.